Sizler tam qanaq ahvol bo'lgan bilmayman, yuzlarida seriqlik bo'ladi ekan, ko'zning eqqisi og'rib ketadigan. Doktorlar qarablam bilalayotgan bir tekshiradigan apparat borchu, tekshiriblam 5, 6, 7 yoshga chiqarib bergan. Niholning 12 ig'ir bo'lsa 12 bo'ladi ekan. 10 darajaga deganda birdan buncha darajaga. 11, 12, 10 deb chiqar. Bir yana o'xshamaydigan bo'lishi mumkin. Miyada 11, 12 deb chiqarib berdi ekan. 2 yosh kirmay turib operatsiyaga kirdik. Operatsiya qildik. Uni operatsiya qildik bo'lgan jarayon taqan ig'ir. Voy bularning jihoz makinasi buzuqga, doktorxonaga boraylik, doktorxonaga boraylik deb. Saqaymaydi degan yolg'on. Ha, qo'yaman deb butun doktorxonalarga berib tekshirib, hammamizning beshiga har xil imtihon, har xil sinov keldi. Bolam mening imtihonim, sinoqim, Allohning menga bergan, bizga bergan, bizning oilaga bergan hadiyasi deb biz buni xo'shallik bilan qabul qildik. Tushirgan vaqtida narkoz holatda butun a'zo jim turganda angiz diagnoz qo'yilib bo'ldi. Agar bola ozroq harakatning ketsa, to'g'ri chiqmaydi deb boshqa qildi. Ha, boshqa qildi. Yine bunday qiyinchiliklarni desak sanab tugatgil bo'lmaydi. Siz bir şeyde nima qilaysiz sizning gapingizni uzib bir savol so'ray. Mushu ota-onalarning hozir siz bir to'p qurgani gapini qildingiz. Ha, guruh. Bir guruhingizlar bor ekan. Shuningdeki mushta farqliq bolsang dadin tatayotgan ota-onalarning ahvolini bir tafsiliy anglatsangiz. Ularning qanday tadbirlarni qo'llanish, nalarga berish. Chunki bunday ahvolda biz o'zimizning vatanimiz bo'lmagan sharoitda nurg'ulg'an imkoniyatlardan yiroq turibmiz-ku. Shunday sharoitda bir foydalangandek bir fursatlar bormi? Nalarga berish kerak? Nimalardan foydalanish kerak? Qanday sizga o'xshash kurash qilish kerak? O'zining huquqini qo'g'dash uchun nima ishlarni qilish kerak? Mush jarayonlaringizda his qilganlaringizni, ammo uni qaytaq bir so'zlab berdingiz. Onalar Allah'ın ehvallerini bir kur söz yaparsınız. Belki sizlerin toplu katlaşmadan başka anılar mı buluşuyor mümkün? Anladım. Amiyet bir yapın şunu yaşadığınız da qanaq ko'rish qilish kerak deb. Haqiqatan men balam uchun dedim dedim operatsiya qildirsak mı saqaymaydi degandan boshlandi bu ko'rishimiz, ailemizning bu nihol uchun bergan ko'rishlar. Desimi unmay u yoq o'sib qilib, bu yoq o'sib qilib, bu yoq kirib qilib, bu doktorxonaga berib vazgeçmeychi, uning makinasi buzuqga deb o'zimizcha. Oyoq u xato diagnoz qo'yib qo'yib biz saviyasi yetmedi. Biz müştak köreş qılıpçı. Şununki bütün işlerga köreş qılsak tüzülken o, köreş qılsak müştak berdaşlık versek, müştak amalanırsak hal qıl bulken o degan açtak. Bütün hayatımız boyunca şunu əmeliləşdirib maldıqda vazgeçmesi. Şu vazgeçmesi anondan keyin buludu ki netiniz çıkıp gebekçek şükür qilish bilan qilgan bir narsa keldi. Söz yapiray. Tunji men munbarga chiqib dars o'tgan vaqtimda kasbiy axloqda orzu to'g'riq dars so'zlaganda bolalarga chiqib so'zlagan darsim nima bo'ldi? Men har qadam dars so'zsam birinchida bir hikoya so'zlab birman, ya masala, ya bir ish so'zlab berib shuni rivojlantirib boraman. Shuni so'zlab berganim bir yigitning uylangisi bor ekan. Bu xotnasam deb o'ylab shu jangalga chiqib daraxtning ostida putini osmonga tikib qo'yib, xotnasam deb yetib osmon qarab yasa oldidan bir to'shqon sakrab o'tib ketibdi. O'tib ketgan shu to'shqon tussam, bozor akirib sassam, uningga bir mekiyan olsam, u tuxum to'qsa, uni bostirsam, cho'ji chiqsa, ana ashta ko'paysa, uning pulini qo'yasam, u ko'paysa, uning pulini qalasam, ashta qilib sitib pul qilib xotnasam deb bu qarsayliq to'shqon allaqachon o'tib sakrab ketgan. Demek şu asam qısam essam joy detib osmon qarab turib emas, o'rni qo'yib tikkitan qo'piliqqa to'shqon tutgan bo'lsa, balkim shu ishlar amalga oshdi deb boshlagan shu darsni hozir shu qallam kelib qoldi. Deganda qisam essam emas, qo'pib qilganda o ish hal bo'ldi. To'g'ri. Uzun yo'llam, uzun musafim birinchi qadamdan boshlandi. Bir qadamdan boshlab hammasini shu menga harakat qilsak bo'ladi ekan. Endi bu yerdan degan savolingizga kelsam, bo'ladi guruhimizga opalarning, bolalarning so'zlab bersam bo'ladi. Endi bu yerda ba'zilarining so'zlab berishimni nima qilmaydi, xolmaydi endi ism bermayman bu yerda, ism bermayman. Misol g'abchi bunda masalan Niholning kesli
anglash sezimi yo'q deyarlik bak yuqori darajada anglayanmaydi deb diagnoz qo'yilgan Türkçe'de 90 ve ileri derecede işitme kaybı deydi bunu. Hiç qanaq bir anglayanmaydı degan darajada. Ba'zilarning %80 anglayanmaydı deydi. Ba'zilarning ama ondan başqa yana nurg'un balalarımız var, pərişti balalarımız var. Ba'ziləri 10 yaşa kirib anmaydı. Ba'ziləri yana başqa kesel, ba'zilərinin Namdu bir yerde desem doğru bulamdı, bulmamdı bilmeyme. Ben o atanlarının izini anmayı durup demekçi boğunum bazı atanlar 4 yaş kirgiçilik balalarının avazını anlayamağı olsa mening o'xshash 5 yaş avazını bazılar 10 yaş kirgiçik balasının bir qadam mağını göremeydi. Bazılarımız var, sendrom deyimiz, farklı keselikler var. Bazılarının közü yaxşı görmeydi. Size kaç top qancha anı var? Hazır 18-19 bo'lib qoldi. Yana ondan başqa onlarning hamısının balalarının ma'lum bir azaplı ahvoli bor. Hamda onun ichida bundaq desam to'g'ri bo'lamdi bilmayman. Men masalan biz birinchidan hammamiz Türk vatandaşı balalarimiz ya tug'ildi. Men har xil bayatın deb o'tgan o'xshash devletning bizga ta'minlab berilgan har xil foydali qilq masalan doktorxonalar bo'lsin, har xil yerlar bo'lsin. Garchi o'zimiz pul to'lsakmi bora olmayman. Endi bu ota-onalarimiz bu bolalarni pul to'labmi olmaydi. Chunki qo'lida kasallik tarix bo'lmaganlik uchun pul to'layman balamga mehnat kirsin debmi qilmayotganlar bekchiqga. Men buni yaqinda yangi bildim. Undan boshqa bu sağlamlık tarihi, bu sağlamlık ahvalini, bu eğilişme o kadar bir kolay iş emas ki. Biz hiç beşimiz kelmegen bilmeydiken. Ben balsaqlam eğilip, balsaqlam mektep kapadık, pul to'lsaklar mektep aldık. Ama birinciden vatandaş emasken sebep almaydiken, ikinciden balonun şu kesak tarihi yok ki. Bunu pek tekşürüş gidiyordu dedim bu. Her xil yerler beriş gerek. O yanın hem tekşürüş hakkım yukarıda ha? Pek yukarı ya. Mesela dedim o yılımda nemsa içinde ötküzüş, rentegin kızının içinde ötküzüş mü? Normalde 1400'den başlaydı 3-4 manlıqları var. Her bir qatım tekşürüşler. Bir bunda tekşürüp bunda qarakolqan qarab qo'ygan palanı puldan bu yerdan ishtaq bo'lgandan keyin bunun tekşürüşleri qimmat. Hem o atamlarning shundaq qiliqi, har xil jihat qiyinchilik bor. Zaten ruhiy jihatda bir qiyinchilik uchrab turayotgan vaqtida bir tarafdan moddiy jihatdan, yana bir tarafdan davlat tarafidan desteklanma yordam erishamayotgan bundaq qısa. Men o'zimning shu xil ahvolni his qilib baqanki, yashab baqanki ko'z oldim kep ketdi. Men mesela operay deb operanmaydi. Nima qilishingiz bilmay qolgansiz shu yerda zo'rlab opirib tekshirtib turib bir narsani qilibdi. Endi zo'rlab opirib tekshirtay desam tekshirmayotsa bu bolalarni tekshirtmayotdi udaga. Ma masalan nihoyat o'zingiz bilasiz, haftada men chiqadim rasm kurslariga borib haftada men chiqadim o'zal ayrim o'qituvchilar bor taklif qilib bergan shu yerga opiramiz. Bular opirli desimi pul to'layli desimi olmayotsa. Nima sabab? Dedim bu sağlamlık nemesi yok, tarihleri yok da. Kesinlik tarih. Kesinlik tarihi degani qanaq chiqirdi ki onu? Payçaq jarayan ketdi ki onu bütün doktorxonadan inchik tekshirishlar bor. Men niholni ahvolini bilmayman, boshqa kasalliklarni ham ahvollarini bek bilib ketmaganligim uchun. Mening bilishimcha Türk vatandaşları bo'lsa bek osonga deb his qildim mana shu opalardan paranglish jarayonida. Boshqa yabancılar uchun mesela biz Türk vatandaşı bo'lmagan opalarimiz uchun, bu farzandlarimiz uchun hamda bu yerda men agitasyon qilib estasyon qo'zg'ash orqali buni hal qilib bo'lgan bir ish emas bu doktorxonalar mas'ul bo'lish kerak. Bir tas siziq oyoq-moyoq bo'lib qolsa masalan niholning %53 %52 işte masalan 53 mi 52 mi deb bir san to'g'risidami shundoq jaqaliq munozir bo'lib ketdi-da. Men balani anglashsizmi %52 mi %53 mi debchi shu darajada inchik bir ish bo'lgankin hech qaysi doktor bunun qaysi doktorxona deyli masalan ham yakilanga tekshirib qo'yasiz qiyinchiligingiz bor ekan bundaq deb qilib qo'ymaganlik uchun ham birinchidan bu ham undaq desam hurmatsizlik bo'lib qolmasin bizning bir rasmiy bir tashkillab rasmiy bir bularga ega chiqib bosh bo'lib bularni bir opirib yetaklab plan mas'ul bo'lsin deydigan bir o'zimizning bir tashkilotimiz gruppamiz bu yerda tashkilot deb qolman bir yerimiz bo'lmaganligi uchunmi bu ota-onalar nega berib nima qilishni bilmay qolganlar bek chiqqan. Bu jarayonda men bilganlarimni deb berdim. Mana yerga borsizlar, mana yerga berib mana qilamiz deb. Hozircha kim nimani bilsa aramizda shuni so'zlashib,
Şunu maslahatlashib, suhbatlashib qilyapmiz. Manga yo'llarni bir-biringizga deb o'gitib, bir-birimizning ruhiy jihatdan ilhom olib, men ularning hikoyasini anglab, voy mening qilganim hech nima emasga dedim. Ular menikini anglab, rana siznikiga anglab, biz hech qanday jafo tortmabdimiz dedi. Bir-birimizga ruhiy jihatdan ilhom berib, madad berib, o'z aramizda biraz sanalıqay dura, mesela tekshirish ishlari bo'lib qolsa, o'z aramizda ozdan cho'qdan chiqirib bir-birimizga yordam qilib degandek ularning zaten dardlari yetib qochqucha ruhiy jihatdan moddiy jihatdan yetib qochqucha turibmi yana boshqa farishta bolalar qarab turib shu maqballar sabiylar qarab yana ajib ich og'rib yana o'zini qiyinchilik tursin bir taraf qilib yana shu bolalarga yordam o'z aramizda tashkillanib hozir shuna yaxshi bir onalar gruppasi bo'lib qoldik bayatin degandek inshaalloh kelar qitimliq sonda aplarning birga olib kelishga bütün gücüm bilan tirishma. Hozir mana shu faqat gaplaringizni anglab ideyimdan o'tmayotgan ish. Bularni bir tarbiyalash o'rinlariga bolalarni bir niholniki o'xshash, ashabriyalik opirish uchun shu opirish ham e'tirof qildirish uchun kasallik tarixi eng muhim. Vatandoshlik bo'lishi muhim ekan. Agar hozir vatandoshlik yo'qlarninki, masalan, hozir uzun muddat iqomat Nanki faydası bulamdı ki onu. Buludu, bunun da asaslıqı sağlık şu keselik tarihi. Hem de keselik tarihi diagnoz koyduruş üçün aşağı neçe min. Hatta 10 min liralık yakın pul kitip. Neçe 10 min lira. Neçe 10 min lira. Bilen anki o keselik tarihini. Ya keselik tarihini andi doktorxonadan chiqarib berdi. Bunda qilib berdi doktorxonadan mesela biz doktorxonadan evet burdu bizni. Balaning kesili bu şekilde bo'ladi ekan mundaq. Sen bu keselni palani özel eğitim merkeziydi o yani maxsus tarbiyalash merkeziydi. Bir oturup tarbiyalaydi da balalarni. Bizni doktorxonadan evet burdu şu yerga. Şu qulağındaki ma keseldi bunda qog'oz bilan, bütün nasr bilan ayak appa ma balani ma o'qituvchi bunda tarbiyalaydi deb anındaki evet bir-biriga bog'lanishda bu doktorxona bilan. Mesela doktorxonaning ashta isbot bo'lmasa, o maktablarni tarbiyalash uchun qabul qilmaydi. Ben birinchidan qabul qilmaslikdagi sababni to'g'ri tushunsak bo'ldi. Birinchidan bu xil tarbiyalaydigan o'qituvchi kamchilikka. Turkiyada kamchilikka. Men balamni berish jarayonini bildim. Birinchidan o'qituvchi kamchilikka, ikkinchidan mana shu bizning ota-onalarimiz hatto necha ming demak pul to'lab turib 1 soat 110 TL bilan 140 TL atrofida mening amdi qizimni ashtaq buldi normalda pul to'lab kirsa ashtaq akrayli desimu qolaylikcha olmaydi ekan chunki hozir bolalarimiz o'qituvchilarimiz yetishmayotidi o'zimizga yetishmay turib bu bolalarga yetishmay turib sizlarnikiga ololmaymiz bolalarni ep qo'ygan bilan bularga tarbiyalayolsak bo'ldi deb sog'liq rapor deyli masalan kasallik tarixida uni keyin aklayli degan taqdirdimi oldirish haqiqatan qulay emas ekan. Bunda biz bu yerda ham bir masala chiqdi. Biz Uyg'urlarning ichidan masalan mushning jihatdan ko'ngil bildigan aşağıdan bilim ilishni ham tarbiyalashni xohlaydiganlar shu bir sohani o'rganib biz o'zimiz ashta bir nima qursak bo'ldi ekan. Bo'ldi ekan shunga. Yo'q, hech qisi yo'q deganingizni to'g'ri bo'ldi. Bizning mush guruhdan tashkillanib o'zimiz ichida darhol o'yman falan o'rganayman mana. Masalan men ishitma ishorat tili o'rgandim. Keyin bir ehtiyoj birisine ehtiyoj bo'lib qolsa biz ishorat tillik masalan dars beralaymiz, ishorat tili bilimi. Ishorat tili o'ta Turkiyada qo'llanilgan ishorat tili uluslar arasında dünya işaretli deb ayrıldı ekanda. Biz dünya işaretini o'rgandik. Kim biladi, bu yerda turib qolamdik, boshqa berib qolamdik. Bizga bir ortiqlik qilmaydigan bu bir xil til, fransuz tili, ingliz tiliga o'xshash bir til. Masalan, men agar oshaq bir yer bo'lib qolsa, men o'z roziliqim bilan fidoyi bo'lib, birinchilab bo'lib men tizimdim. Men avvalo ishoratli o'gitib qo'ydim, men deyalayman. Aramizda bir necha spaka o'zini o'rgangan, bilganlarni o'yma o'gitib qo'yay, qilib qo'yay deydiganlar. Hazır şu anda öz aramızda. Onda kız biz maçta bir yan içip terbiyeleşmeyi kılalaydık kendimize. İnşallah da şunuğa bir tırışsak kamaylan. Tırışsak kalbılmaydan iş yok ya. Tügetkil bulmaydan bir kıyıcak yok ya. Emlik onun biraz kalbıldık ya şu. Hazır tırışıyordumuz. Başka tanılarımız izleniyordum. Mağa yollarını hemkarlaşıp mesaj çıktıvatımız. İnşallah bizden 16-17 ve onun başka tek bilinmegen, aramız koşulmagan perzentlerimiz. Onun başka Yaponia'da bir netspaka Norvegiya bir nasibaka telefon bilan aloqalashgan bo'ldik men bilan aloqalashdik ular bilan ish qilib
Shundaq nima deymiz, guruhimiz qurilib, men de keyin kirdim bu guruhga. O'tganda kirib, shunga ziyarada qabul qilishga sababim shu. Endi meni bu guruhga kirib qoldinglar deb kirib bularlik jarayonlarni deb qanday biz o'yranada, ranamda deb. Endi men guruh bize peshqadam bo'lib qopti. Mening qizimning 8 yillik tarixi bor. Qolganlarning yangi 1 yil bo'libdi. Necha ay bo'lganlar va ularning psixikasida taqi rasmiy qabul qilish bo'lmadi. Başta men bu jarayonni besib allaqachon. Yig'laydiganni yig'lab, qaqshaydiganni qaqshab qilib bo'ldim. Buni xo'shallik deb qabul qilgan bosqichga hayotimda xuddi bir qabul qilishdan ham yuqori pallasiga chiqib bo'lsiz. Men mushkil shaklda xo'shal yashayman qizim bilan biz mutlumas yashaymiz. Sizlar emas, mana men har qatim Nihalni ko'rsam, har bir qilig'ini ko'rsam, kulib kes kulkisimi uchun men shunda xo'shallik tuyg'u berdim. Kichik qiliqlarim qarsam, unda qilishlarim Әмін әсімі қызыңызды мәнчеғі tapıma o xoşallıqni bir xil suyunish. Rahmat eda. Siz elbette tapsızda. Hammasi ashtaqdaydi buning hammasi sizlarning bu şeyini yenimdagi do'stlarimning shartsiz, yani qarshiliqsiz so'ygi berishi bilan bo'ldi deb o'ylayman. Hammasi voy Nihal balam, Nihal deb, voy Mustafa, Nihal deb yurib ish qilib qarshiliqsiz so'ygi berish bilan bo'ldi. Masalan, operatsiya jarayonidami mening bu yerda ota-onam yo'q, yo'ldoshimning ota-onasi yo'q, hammasi vatanda bo'lgandan keyin o'zimiz yolg'iz. Shu operatsiya jarayonida balam 1,5 yoshga kirgan balamni operatsiya qilib kecha kunduz biz doktorxonada Mustafa o'g'lim 2,5 yoshga kirgan, 3 yoshga kirgan. U balamni mening to'y qilmagan o vaqtda do'stlarim, kichik do'stlarim o'z opirib, o'z akilib, beqib, tomoq etib, yegizib doktorxonaga tomoq akilib, yenimdan kecha kunduz ayrilmay tug'utimdim do'stlarim degan o'xshash. Bu yerda shu butun do'stlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman, sizlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Mush Nihalning erishgan natijalar deymiz, mushning hammasi Allah'ın şifalık beriş bilen de onun başka sizlerning atrofimdagi bütün do'st birodarlarimning bu shartsiz so'ygi berishi bilan o'qituvchilar bo'lsin, sizlarning qarshiliqsiz mehr muhabbatinglar bilan bo'ldi deb o'ylayman. Albatta bularni sizlarning o mehr muhabbatinglardan ayirib qarab bo'lmaydi. Sizlarga ham Alloh ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Men de yaqin zaman tanishdim bu burun degan kichigidan tortib do'stlaringiz, hozirgacha do'stlaringiz Nihal, yanimda. Demek bu kızınızda çok Xudayım bəgən bir aşındaq adamın özüge magnetdek tadıdığan bir sihri güç bağıran. Rahmat. Aş güç səbəbidən hər qandaq adam ilqi öz bilməyən halətdə yaxşı görüb qaldı bu kızınızı. Rahmat. Mən hər qıtım körsəm aşında özümlüqi on keyni mənə birinci qıtım bularning köygə vaxtım təsir qılğan nimədən? Bularning ilq ağan tərbiyəsi, aildə sizəni ağan tərbiyə. Bu ilk Mustafa bilan kızınızı qarsamçı bular özlerini kiçik bala çaqlamaydı ki. Bular bək çıx işlarni biladigan, shunda cho'ng ishlarni hal qila oladigan, mukammal odam chaqlaydi ki. Uni qanday his qildim dang. Birinchi qitim siz mush ishxonaga akaga vaqtingizda, bu ishxonaning o'rindiqlar qarang, kulrang ham seriq. Ilk biz burun jiq anglag'uchda kep o'tag'an holatda suhbat qilamiz deb jiq o'rindiq avaldiqda. Avaganda ikkimiz paranglashib o'taganda ikkimiz ikki kulrang o'rindiqda o'tadi. Şu an bu ikisi geldi. Kep vaqtida men miyaga bir kulrang, bir seriq o'rindiq tizib qo'ygan. Shu vaqt qanday qildi da Mustafa? Kep bunda tanlab kulrang o'rindiq berib o'tadi. Uning kallasida ama seriq o'rindiq asan kir bo'ldi degan tuyg'u bor. Uni men sizga bugun davatman tunji qitim, necha qitim deb beray dedim. Unutulib qolmay. Bu o'tagandagi qizingizni tabiiy kep bunda qamimizni qarab bumi berib kulrang o'rindiq o'tadi. Men ikki harakatiga bak diqqat qildim. Mesela bu yaştaki nurulgan balalarning xiyol kirib chiqmaydi. Tanlab o'tirga o'rindiq o'tiraverdi. Demak, ular ham bizning yerimizdan emas, shu kulrang o'rindiq tanlab birisi ayada, birisi mayada o'tadi. Bular ikkisini bir xil cho'ng pishib bo'lgan odamlardek his qildi. Dahi bu ikki cho'ng odam sizlarni bir nima ulgulik ota-ona mukofotimi? Örnek anne baba deydi, yani ulgulik ota-ona deydi. Aş mukofotga erishtiryapti-ku bular dahi. Şu Fatih rayonu bo'yicha. Şu bilim sanat markazidan bari. Chunki ishkilsiyliqi Mustafa Mubrasib bilan qatnashib, bizning Uyg'ur balalarni Uyg'ur balalarni qarsak, negil bas aqlliq keldi. Yapak yaxshi o'qiyotgan balalarchi bizning maktabda bir necha Uyg'ur balalar bor. Shunda aqlli hammasi sibut birinchidan. Mustafa Mubrasib o'tib ketdi. Mustafa genel yetenek deydigan,
normal derslerde, sosyal hayatta da her xil savol chiqib ketgan, uni men bilmaydiganman. Mening saviyam yetmaydigan taxi. Ashta qilib bilim san'at markazi degan yerlarda o'qiydi. Normal maktabda 3 kun o'qiydi. Bilim san'at markazi. Normal maktabda 3 kun o'qiydi. Ondan keyin 2 kun boshqa maktab berib o'qiydi. Har shanba kunligi yana boshqa maktab tarbiyalash maktabi berib o'qiydi. Har xil yaxshi kasblar tarbiyalaydi ularni-chi. Biz pul to'lab o'qisak shuncha qimmat o'qitadiq endi hozir. Alloh ishki maktabda o'qiydi. Normal maktabda Nihal o'tgan yili Nihal imtihon qatnashtiraylik, alqismishda o'tab ketgan. Bu qiz o'tab ketdi deganda haqiqatan ko'nglim yerim bo'lgandi. Bu qizim gap qilolmasa, taq o'qiyamaydigan tursa, ya bir yezishni pek bilib ketmaydigan nimda bo'yindan kirgizib ham beka ko'nglim yerim qilganda bu ma'lumsi deb pek xolimay kirdiqchi. Nihal boshqacha bir xil alohidligi bor bu balani deb pek zo'rlab turib oldi. Bu yerga ko'pdan ko'p rahmat aytaman ma'lumlar bayqab balani. İmtihon kirganda qanaqada Allohning mo'jizasi birinchi sinf bo'yicha Nihal rasm yetenigida rasm alohida 480 numar bilan oldi. Olaydı. Allah Fatih rayon bo'yicha birinchi oldi ya. Shuning bilan bir oiladan chiqqan ikki bolada, bir oiladan ikki bola mustaqillik alayda iqtidorli bir bola chiqdi-da. Bizga o'rnak ota-ona mukofotlarimizning sabablari. Mukofotni oldingiz. Aslında bilmeydik-a, bizning kendi balalar saviyalar yetmaydi deb 8 haftalık tarbiyalash qatnashdik. İmtihonlarni berdik. Balalarni qanday tarbiyalaydi bo'lganda olma deb ish qilib. Shunaq balalar shu ikki maktabda o'qiydi degan. Nihal hozir o'zi Sizlar tarbiyalab ulgulik atan bo'lib qolsangiz, saviyalar yetmaydi deb ular tarbiyalaydi sizlarni. Tarbiyalab qo'ydi. Başta 8 saatlik ders qatnashdik. 8 saat emas, 8 haftalik, 8 hafta ders imtihon qatnashdik. Başta qilib shu tarbiyalashga qatnashib, imtihon berib, mukofotlarni olib balarimizning sebeplerine işte kıldım. Ballarınızın sayesinde de. Örnek ata-ona bo'ldi. Sen bilan so'raydi, bolalarni qanday tarbiyalaysiz, bolalarınız qanday tarbiyalaysiz deb bayatım degan o'xshash. Men bolalarni oldim o'rtaga qo'yib tarbiyalash shansım yo'q, bunaqa ta'lim qat'iy yo'q mening. Qanday tarbiyalaydi? Faqat o'zim tarbiyaladim, qarang. Bolalarni tarbiyalash uchun o'zim tarbiyaladim. O'zim qaytdim, bola bo'ldim, o'zim qaytadan o'rgandim. Bolam kitob o'qidi demoqchi bo'lsam, o'zim kitob o'qidim. Bolam telefonni qo'y demoqchi bo'lsam, o'zim telefonni qo'ydim. Balamga nimani qildirmoqchi bo'lsam, o'zim shuni qildimki, balam qildi. Shu men qaniki Mustafa qildi, Mustafaqniki Nihal qildi. Shunga bizning og'iz orqali qilgan yo'q, faqat ko'zimiz orqali, qalbimiz orqali, harakatimiz orqali yetkazdik. Masalamda hozir ma gapingiz yana nimani o'yladim. Nurg'ulg'an ota-onalar ilqib bolalarni tarbiyalashda gapimni anglamadi, andaq, mundaq, ahop kitbar, ko'klik bardi deydi. Angiz vaqtim yetishmidi, yetishib bo'lamdim deydi. Mesela sizning ahvolingiz epeysa, yetishmisiniz, sizning yetishmisi bo'ladi. Balamizning sog'lomligi uchun bir qitim ishni cheksak, ishni oshmasa qayta chekib beqish kerak ekan. Bu ya qilib bermayman desa, ay berib qilish kerak ekan. Bu doktorxon bo'lmaydi desa, boshqa doktorxonga berib tekshirish kerak ekan. Chuqur tirishsa, hal qil bo'ldi ekan. Aşiretim kirgizyapsınız, bütün his xiyallarınız. Ondan keyin mana qarang, sizning kayfiyatingiz qachon ko'rsam, aptapdak echilib tursiz. Aştaq ko'rmaysiz, har qatim ko'rsam energiya qabul qilmayman. Demek sizning yasinishqimi, vaqtingiz yetidi. Ayollar xos bunda bir yurishqimi, mashina haydashlaringiz shunda omoq. Balalar jiqqa qilib kelsa, biz paransanma, vaqirma, jaqirma deb undaq demanglar. Cheklamanglar. Chunki men balamning ovozini anglash uchun 5 yil saqladim.